Okalar ancha bo'ldi. Yangi Damas olganimga prosta haydamay yurdim. Og'ayni mashinasida yurdim. Sababi nomer taqmay yurdim. Nomerlarning narxi oshib ketdi. Dekabr oxirida chiqqan edi mashina. 2 oydan beri yotdi. Shunga oddiy nomer chiqdi dishganiga Sobiraqimga ketyapman hozir. Ko'ramiz, borib necha pul rasxod ketishini hammasini sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Shu dekabr oxirida borganimda yoki 008 daftardan tanlovdim. 10 million kis hisoblab berishdi. Tek pasport bilan birga. Men 6,5 millioncha pul oldim. Sababi Instagramda shu 6 million deb qo'yishibdi. O'sha 6 million bo'lsa kerak deb bordim. Oddiy nomerga 4 million 800 ketadi. Plus men 2 oy yotganiga shtrafi ham bor buni. Dushanba bo'lganiga menimcha mashina ko'p bo'lsa kerak, atak o'chirib ko'proq edi. Men tag'in tez keldim, birodarlar tez ishlashyapti gapi. Bu yoq tarafdan nomeri borlar kirar ekan. Hozir ancha bittada ko'rib yotqizib olishadi. Ancha 6 ta kirgizishyapti. Mana shu to'lov ham oxirgi idishda. To'lov qilib bo'lgandan keyin ana C blokka borasizlar. C blokdan nomer olasizlar. Mana shunaqa idishda. Xudo xohlasa akalar, mana ishim bitdi. Soat deganda nomerlarni olib chiqib oldim. 4 million 600 rasxod bo'ldi. Auksion nomeri bor ekan. Firma nomeri oladigan bo'lsanglar 4 million ekan, chastniniki 8 million 500 atrofida ekan. 300, 200, 400 mana shunaqa nomerlar shunaqa narx ekan. Xudo xohlasa mana ish bitdi. Ko'chada ko'rsanglar signal chalib o'tirasizlar. O'sha 4 million 600 rasxod bo'ldi. Yana bitta narsani aytib qo'yay, iloji boricha kartaga pul tashlab kelgan taqdirda ham foiz olib qolar ekan. 155 ming foiz olib qoladi. Kartada ham bor edi, naqdda ham bor edi. 155 ming farqi yo'q. Nalishli bo'ladimi, karta bo'ladimi, baribir foiz olib qolishar ekan. Shuni ham inobatga olib keling iloji bo'lsa.